Bu yer yuzidagi eng boy davlat. Bu yerda sizga hech qachon ishlashga to'g'ri kelmaydi. Lekin agar ishlasangiz, maoshingiz osmon darajasida bo'ladi. Bu dunyodagi yagona mamlakat. Benzin suvdan arzon bo'lgan yurt. Ha, adashmadingiz, suvdan arzon. Aholi bu yerda ishsizlik va qashshoqlik nima ekanini bilmaydi. Elektr, gaz, suv uchun hech kim pul to'lamaydi. Hatto dunyoning istalgan universitetlarida o'qish bepul. Davlatning o'zi to'lab beradi. Har yili fuqarolarga 30 ming dollarcha nafaqa beradi. Tibbiyot to'liq bepul. Uylar eshiklarsiz. Chunki bu yerda jinoyat yo'q. Soliqchilar faqat kompaniyalar bilan ishlaydi, oddiy odamlar bilan emas. Bu mukammalliklar mamlakati Qatar deb ataladi. Endi aytingchi, agar imkoniyatingiz bo'lsa, Qatarda yashashni xohlagan bo'larmidingiz? Yoki sizningcha bu faqat ertakmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.